Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Sizlar uchun biza bugun Yunusobod rayonida premium mahallalardan bo'lgan Islomobod mahallasida uy topib qo'yganmiz. Videoni oxirigacha kuzating, uyini ko'rasiz va o'zingiz baho berasiz. Zilonli zonalarini ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli va avtoturargoh uchun ko'chada ikkita joy bor va ichkarida yana bitta mashina qo'yishga joy bor. Uy qismimizga keladigan bo'lsak, uyimizning yer maydoni 7,3 sotuq, imorat maydoni 400 kvadratdan iborat va 7 ta xonadan iborat. Uyimizga kirishimiz bu joyda bizda mashina turishga avtoturargoh, avtomatik varotalar qo'yilgan va bu yoqda uzun kattakon navesimiz bor. Naves tagiga oilangiz katta bo'lsa, bemalol hammani chaqirib o'tdi. Ba'zan yoki qanaqadir tug'ilgan kunlarni bemalol o'tkazsangiz bo'ladi, chunki O'zbekistonda 360 kundan yarmisidan ko'pida yoz bemalol letniy kuxnyalar, letniy verandalar bizda ishlaydi. Ko'rib turganingizdek kattakon, chiroyli qilingan va uni oxirida esa bizda bu yerda letniy kuxnyamiz ham bor. Ko'rib turganingizdek, bu yerda vanlik hamma sharoitlar qilingan, faqat ozgincha ishlari qolgan. Gaz plita va tandir o'choq qo'yishga joylar qoldirilib ketilgan. Bu joyimizda zilonli zonalarimiz qilingan. Bu yerda har xil o'simliklar ekilgan. Magnoliya, kiparis, yel har xillari bor. Chiroyli zilonli zona. Hali ikkinchi qavatdan ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Uyimizga kiraverish qismiga keladigan bo'lsak, uyimiz ikkita qismdan iborat. Birinchi qismi 2 qavatli bino va bir qismi 1 qavatli mehmonlar uchun bino qilingan. Mehmonlar uchun binoda отдельный kiraverish eshigi bor. Bu eshikdan bemalol bitta yotoqxona va oshxona sanuzelga o'tib ketsangiz bo'ladi. Asosiy uyimizda kiraverishda ham o'zini yana bitta kiraverishdan bemalol kirsa bo'ladi. Va uyimizning burchak etagida letniy sanuzel bilan kotelniyasi joylashgan. Asosiy kiraverishidan ichkariga kiramiz. Uyimizning birinchi qavatiga xush kelibsizlar. Keling, ko'ring. Xo'p, biz hozir hol qismida joylashib turibmiz. Ko'rib turganingizdek, holimiz katta, shinamgina, mehmonlar bilan bemalol o'tirib dam olsa bo'ladi. Holimizning yon tomonida esa bizda bu yerda zalimiz joylashgan. Zalimiz ham kattagina, keng. Bu bizda zal qismimiz. Ko'rib turganingizdek, zalimiz ham anchagina keng, katta va shinam. Bu yerda hamma mebellari qoladi. Ko'rib turganingizdek, sifatli. Ovqatlanish xonasi ham kattagina, keng. Bemalol bu yerda oila davrida ovqatlanib o'tirsa bo'ladi. Keyingi xona esa bizda oshxona, taom tayyorlaydigan joyimiz. Oshxonamiz ham och ranglarda, tonlarda qilingan. Ko'rib turganingizdek, oshxonamizda bu yerda astrovoka bor. Bu yerda ham hamma jihozlar qoladi. Bu yerda bizda mikrovolnovka deysizmi, посудомоечный mashina hammasi qoladi. Ko'rib turganingizdek, chiroyli tonlarda qilingan. Oshxonadan keyingi xonamiz bizda bu yerda birinchi qavatda gostivoy spalnisi yorug'gina tonlarda qilingan. Bu ham ko'rib turganingizdek chiroyligina va uni yonida bizda bu yerda bitta sanuzelimiz joylashgan. Yotoqxona uchun sanuzel. Va birinchi qavatdagi eng burchak qismida, uyning burchak qismida yana bitta yotoqxonamiz joylashgan. Bu yerda ham kattagina yotoqxona. Ko'rib turganingizdek, tonlari, uy ranglariga hammasi chiroyli bit bilan qilingan va bu o'zini sanuzeli bilan dushovoy kabinalar qilingan. Chiroyli keramogranit kafellari ishlatilgan. Birinchi qavatimizda yana bitta gostivoy sanuzelimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Endi bu yerda faqat hojatxona bilan umumanliklar qo'yilgan. Ikkinchi qavatga sizlarni taklif qilaman. Zinaga o'zingizlar baho berasizlar. Zinani devor qismida keramogranit kafellar ishlatilgan, juda ham chiroyli dit bilan qilingan. Va bizni ikkinchi qavatda mana shunday chiroyli kattagina hol kutib turibdi. Bu holda ham bemalol mягкий zona qilishingiz mumkin. Dam olish xonasi yoki bu yerga televizorlar olsa bemalol oila davrida dam olishingiz mumkin va bu yerda bizda 3 ta yotoqxona bor. Bu birinchi yotoqxonamiz. Bu ham kattagina, keng, yorug' qilingan va buni yonida bizda balkon qismimiz bor. Shundoq hovliga vid ochiladi, juda ham chiroyli. Shu aytib o'tganimdek, boyiga zilonli zonada bemalol shu yerdan dam olib ko'rsangiz bo'ladi va sizlarni ikkinchi yotoqxonaga taklif qilamiz. Bu bizning ikkinchi yotoqxonamiz. Bu ham o'zining mebellari bilan jihozlangan va bu yerda bizda sanuzelimiz bor. Ko'rib turganingizdek, bu ham yorug' tonlarda qilingan. Sanuzellarimizga yana bir baho berishingizni so'rab qolardik. Juda dik va chiroyli bilan qilingan. Ikkinchi qavatimizning 3-yotoqxonasi. Bu yerda bizda общий sanuzel qoldirilgan 3-qavatda va yotoqxonani o'zida ham, ichkarisida ham o'zini sanuzellari bor.
Va sizlarni podval qismida taklif qilamiz. Podvalimizda katta xona, общий zal qoldirilgan. Bu yerda bemalol trenajyorni zal yoki kinoteatrxona yoki qanaqadir bilyardli stol qo'yib qo'ysangiz bemalol bo'ladi. Uyimiz bo'yicha to'liq ma'lumot olishingiz uchun pastdagi ko'rsatilgan raqamlar bo'yicha aloqaga chiqishingiz mumkin.